Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun biz mehmonimiz bor edi, Sarafshon shahridan, o'zimizning do'stimiz. Mana shunday biogomislarni sotishda olish uchun kelgan. Biz ko'rsatdik, kamchiliklarni ham aytdik, yutuqlarni ham aytdik. Molni olib sotsang, ayvini olib sot degandek. Mana o'zidan ikki og'iz suhbat. Salmoy, biror nima deysizmi? Assalomu alaykum, muhtaram tomoshabinlar. Mana biz Sarafshon shahridan keldik. Biogomis mahsulotini olish uchun, ya'ni pomidor ekanmiz. Pomidorni pikrovka qilib, hozirgi sharoitda endi ta'rifini internetdan ko'p eshitdik. O'sha uchun biz hozircha mahsulotini olyapmiz. Agar kelajakda bo'lsa, o'zimiz ham shu chuvalchangni olib yetishtirib, o'zimizning mahsulot chiqarib, o'zimizni ta'minlamoqchi. Rahmat, ishlaringizga rivoj, Xudo oxirdan suyuntirsin ishlaringizni. Yuklarni ortdik. Mana akamizga endi. Omad tilaymiz Salimboy, ishlaringizga rivoj. Omon bo'ling, rozi bo'ling. Xo'p.